kamsitishlar boshlanardi. Mahallamda bittasi telefon qilyapti. Eringni boshqasiga yo'nalishtirdi deb. Zags kesilmagan hech narsa yo'q. Men hayron. Qizimni eplolmayapmanki, shaytonlar bo'lgan shunga tegaman deb. Ota-onani qo'yib, oilasi bor erkakka tegaman degan qizni tasavvur qilavering. Ota-ona bo'layotgan paytingiz o'sha qiynalgan paytingiz faqat o'sha inson kutar ekansiz. Erim juda kegis kelgan. Juda ham kegis kelgan. Bu narsani aytishgan menga, chunki yuborishmagan bilan. Siz o'zingiz otasi katta bo'lgansiz, u narsani juda o'ylaysiz, siqilasiz. Men siqilganman rosa. Farzandlarim otasi bo'lmasin deganman. Bergisi kelmagan bo'lsa ham oila qurganimdan keyin onam oilang bilan bo'l deb kelgan odamni. Hattoki uyimga chiqma desa uyimga chiqmadim bir qadam. Alloh kechirsin, men hayolimdan abortam o'tgan. Tug'man qarashaman, egizak buyam degan. Ikkinchi marta yana egizak ko'rish meni umuman hayolimda ham bo'lmagan. Ishonasizmi yo'qmi, qo'lida bir tiyin yo'q, pulga zo'r urib, kontraktini zo'rg'a to'layotgan odam uyolganmiz. Qaynonam kelganda uyini qizimga berdigan. Erim telefon qilardi, bolalarim ko'rsatardim, rasmini jo'natardim. Sen o'zingga o'zing kuch topasan, senga hech kim yordam bermaydi. Sen o'zingni o'zing kuch topib, bolalaringga harakat qilib kelajagini qurib berishing kerak. Bu farzandlar seniki. Allohim menga shu narsani beribsan. Men roziman dedim-da. Menga Alloh bergan taqdirdan rozi bo'ldim. Sababchi bo'lishdan xursand bo'lish kerak ekan. Men o'ylayman, shu erim oilasi sababchi bo'lishdan qochishdi. Birinchi oilasini tashlab ketgan inson u ikkinchisini 2 sekundda tashlab keta oladi. Birinchi xotiningni yaxshi ko'rar ekansan degan maqsadda pichoqlab ketganda. Farzandlari bilan oilasi bilan yashash xohladi. Yaqinlarim, o'zimni farzandlarim otasi tashlab ketgan paytda menga o'shalar turib berdi-da. Allohdan faqat rozi bo'lish kerak ekan. Shunaqangi tez mukofotini beradi. Allohim shunaqa toshda rozi qiladi. Buni ko'rib o'zingiz ham Allohga shukr aytasiz-da. O'zingning uyini ko'rish baxtiga sazovor qilding. Men hali yoshman. Erim baribir menga qaytadi. Erim yasholmaydi boshqasi bilan. Ko'zlarimdan oqqan yosh daryolarni to'ldirar. Ayriliq chuqur yara asta sekin o'ldirar. Dushman bilan yuzma-yuz janggohdagi loydaman. Izlab kelsang sen meni tashlab ketgan joydaman. O'g'limizga maktab tanladingizmi? Yaxshisini topolmayapman. Hali ham tanlamadingmi? Men tanladim. Nima? Registon maktabi imkoniyatning zo'ri. Registon maktabi. Birga yashab yurib, farzandlik bo'lar araf ham bizda yana kelishmovchiliklar bo'ldi. Yo'q joylardan. Hozir nima sabab deb so'rasanglar, sababini ham eslab gapirib bera olmayman. Nima bo'lishi mumkin? Kamsitishlar boshlanardi. Dadang yo'q, onang senga normalniy sepsiriq qilmagan. Bizga aytaman-da, o'shanda ham aytganman. Menga onam umrim oxirigacha yetadigan sepsiriq qilgan. Meni bu jamiyatda o'zimni o'rnimni topishimda o'qitgan. Bitta kasb egasi qilganman. Onam qiladigan sepsirig'ini o'zim qilib olaman. Onamni qilgan sepsirig'i bilan men qolib ketmayman. Men uni yangilash nimasiga yetkazib qo'ygan degan narsalarni ham aytganman. Ular bo'lsa, men qizlarimga mashina sepsiriq qilganman, yog'i dedi. Kimdir o'qitadi farzandlarini, kimdir qiz tug'dim deb o'qitmasdan umr bo'yinga sep yig'ish mumkin. Meni onam biz o'qitgan. Umr bo'yi o'zini o'zi ta'minlab, birovga qaram bo'lmasligimiz uchun, jamiyatda o'zimizni o'rnimizni topa olishimiz uchun sepsirig'imizni bitta onam qilgan sepsirig'da emas, zamonaviysiga almashtira oladigan darajaga yetkazib qo'yganlar. Men majbur bo'lganman, uyimga ham chiqmaganman. O'qishga ketganman. Kuzgi semestr boshlangan. U payt noyabr oylari edi. Uje men qornim katta, 8 oylik. 9-oyga o'tishim kerak. Bu voqealar shu 2 qatli davrimda bo'lgan. Juda ko'p siqilishlar, 2 qat odam siqilishi mumkin emas, lekin menda teskarisi bo'lgan. Keyin o'qishga ketganman. O'qishga ketganimdan keyin mahallamda bittasi telefon qilyapti. Eringni boshqasiga yo'nalishtirdi deb. Tasavvur qilsam, hech narsa yo'q. Zags kesilmagan hech narsa yo'q. Men hayron.
Xo'jayinimga telefon qilsam, xo'jayinim bilan boshqa tonda. O'sha bitta odam qulog'iga ving'ir qilib tursangiz, o'sha ketar ekanda u narsa. Oldingi men ishonib turmushga chiqqan odam yo'q. Ikki qatman juda qiynalganman, egzak katta qilib egzagiga tuqqan insonlar homiladorlik payti qanaqa qiyin o'tishini juda ham yaxshi bilishadi. Chunki bitta bolani qornida ko'tarib yurish qanaqa, ikkita bolani qornida ko'tarib yurish qanaqa, uni farqi bor-da baribir. Keyin hayron bo'lganman-da, siqilganman juda. O'qish paytida, o'qishim oxirgi haftaligida o'qituvchilardan ruxsat so'rab uyga qaytganman. Uyga qaytsam, haqiqatda bitta shaharda, biz begod shahar bor, bitta shaharda bitta ting'ir topib, borib, u oilani qanaqa ko'ndirgan boshqalarga bilmayman. Keyin u mahallani xotin-qizlar, faollar juda ham yaxshi ishlar ekan. Shu o'rinda aytib o'tib ketdik. Ular eshitgan, bizni tanigan, onam chunki butun shaharda soliq inspeksiyada ishlab, o'zlarining obro'-e'tiboriga sazo tanish bilishlari bor. Bizligimizni bilishgan. Keyin telefon qilgan, chaqirtirgan bizni. Biz borganimizda o'sha qizni onasini ham yashirincha chaqirtirgan ekan. Chaqirtirganda siz qizingizni kimga berdingiz? Mana buni haqiqiy ayoli. Sizga nima degan? Ahvolni ko'rib turibsiz, qornim bola bor. Men aytganman, u xotinga aytganman, biz erim bilan ko'ngil qo'yib turmushga chiqqanmiz. Erkak kishi shunaqada, ming'ir qilgani bilan 3 soatlikda u narsa. 3 soatdan keyin o'ziga tushadi. Qizingiz oladi, qizingizni berasiz, 3 kundan keyin qizingiz uyga qaytadi. Hech qachon qizingiz bilan yasha olmaydi deganman. Meni qizim o'sha paytda kimligini aytsam bilan, agar bu intervyuni ko'rib turgan bo'lsa, o'zlari juda ham yaxshi biladi. Qizimni eplolmayapmanki, shaytonlar bo'lgan, shunga tegaman deb. Qarang. Shunaqa qizlar ham bor-da. Shunga tegaman, shaytonlar bo'lgan. Men eplolmayapman dedi. Onasi. Endi bilavering u qanaqa qiz. Ota-onani qo'yib, oilasi bor erkakka tegaman degan qizni tasavvur qilavering. Yana xotini 2 qat egzak. Keyin bir og'iz gapimni shu gapirganman, bo'lib chiqib ketganman. O'sha payt keyin mahalla idoralari bular ham chaqirtirgan ekan. Bular ham borganda qaynanam o'sha paytda o'sha xotin bilan shunaqa meni ko'zimga rol o'ynab ko'rishgan. U xotin shokda bizga qilayotgan muomalasiga biz indamaganmiz. Ular shang'ir qilaverishgan. Ularda maqsad faqat shu sepsiriq shu yaxshi ish qilmaydi, u oilani buzilishiga asosiy sabab emas, to'g'rimi? Shunaqa deb o'ylayman, endi mening fikrim bu. Keyin chiqib ketganmiz, nima qilsalaring qilaveringlar. Men bir og'iz oldidan o'tdim mana. Qolgani Allohdan. Keyin ketganimdan keyin u ayol baribir nima deydi, qo'ng'izam bolasini olib boqim deydi. Bu oilani haqiqiy yuzini ko'rib bermagan qizini. U qiz haligacha men eshitaman, haligacha turmushga chiqmagan. Nimaga deysizmi? Shunga. Endi baribir atrofim keladi, surishtiradi, qarasa, birinchi unashtiruvdan qaytgan kimdan oilali erkakka shu narsalari u qiz hayotida katta xatoni qilib qo'ygan deb o'ylayman. Chunki qiz bolada baribir bitta oppoq varaqqa dog' tushishi juda butun hayotingizga ta'sir qilishi mumkin. Mayli u qiz ham nima deydi, kelajagida baxtli bo'lsin, boshqa bo'lsin, baribir hech qaysi ota-ona farzandi baxtsiz bo'lishini xohlamaydi, lekin o'sha ayol shu yerda yaxshi qilgan, qizini bitta balodan qaytarib, bu tekkani bilan baxtli bo'lmasdi. Chunki bu hayotim yana davomi bor, seriallar. Keyin o'sha orada o'sha voqea bo'ldi. Men o'qishdan kelganman-ku. Men siqilganman, bu narsa juda katta ta'sir qilar ekan. Men dekabr 20-dekabrlarga srogim berilgan. 27-noyabr ertalabdan dard kelgan menga. 26-noyabr dard kelgan. Kechasi bilan qiynalib chiqqanman. Dard bunaqa bo'lishini bilmaganman. Endi birinchi marta homilador bo'lasiz, birinchi marta farzandli ona bo'lasiz, buni bilmas ekansiz. Prosta og'riyapti deb o'ylaganman. Men shu uyda bo'lganman, onamning uyida. Keyin opacham aytib, buni dardi kelyapti degan. Vohli уже. Men siqilishim o'sha darajaga olib kelib qo'ygan. Egizak u, vohli. 20-dekabrga yetmasdan 27-noyabrda zudlik bilan o'sha shahar shifoxonasiga borganmiz. Tug'ruq bo'limiga qabul qilishgan meni va o'sha paytda kisir kesish yo'li bilan operatsiya qilib olishgan. Ikkita egizak farzandlarim bo'lgan. O'shanda keyin telefon qilganman ularga. Telefon qilganimda ko'tarishmagan, boshqa qilishgan. O'sha
birga yashayotgan paytimiz er-xotin Usmon Imron deb ism tanlagandik. Usmon Imron sifatida ism tanlab o'sha farzandlarimga qo'yganman. Men juda oringanman. Chunki siz ishonib hayotingizni topshirgan inson, siz ota-ona bo'layotgan paytingiz, o'sha qiynalgan paytingiz faqat o'sha inson kutarkansiz. Faqat shuni kutarkansiz. Keyin u narsa onangiz bor, boshqa bor, padeshga qilib turibdi, boshqa qilib turibdi. Alloh rozi bo'lsin. Ming martalab onamdan, opachamdan, pochchamdan. Chunki o'ziga yarasha rasxodlari bor-da. O'shalar ko'tarib yonimda turishgan. Telefon qilganman, ko'tarishmagan. O'ylashgan, o'g'lim bormasa nima? Pasport ola olmaydi, dokument ola olmaydi. Hamda hamma hujjat bor, hamma hujjat hozir bazada, uni shart emas, uni pasportingiz terib olsa o'sha hamma narsa chiqadi. Anketalar bor, обменный kartalar, o'sha narsalarga ozgina kallasi yetishmagan bularni. Erim juda kegisi kelgan. Juda ham kegisi kelgan. Bu narsani aytishgan menga, chunki yuborishmagan bular. Alloh hammasini toshda rozi qilar ekan. Hamma narsani. Juda oringanman, qiynalmaganman, oringanman. Chunki hayotingizda u narsa qadringiz uchun orinar ekansiz. Egizak yana farzandlar, ikkita o'g'il. Ikkita o'g'illi bo'ldim, Xudoga shukr, juda ham xursandman. Hamma tabriklashdi. Keyin balisadan chiqdim. Shu orada ular ichki ishlardan, Alloh ishida ishlardi o'sha paytda. Men o'qishdaligimdayoq o'sha ichki ishlardan причина chipasi chiqib, juda ishi sudda ko'rilayotgan payt bo'lgan. Alloh bordi. Bitta odam orintirish qanaqa bo'ladi? Men o'sha narsaga yo'yganman. Men unga bir napadeniya qilmaganman, hattoki ayol sifatida men ularga bizda endi unga deb gapiriladi, ko'pchilik sansirayapti deb o'ylashi mumkin, lekin bizda sheva shunaqa, ularga emas, unga deb gapiriladi. Ularga men ayol sifatida bir narsa yegim kelyapti ham degan odam emasman. Chunki o'zim ishlaganman, o'zim pulim bo'lgan, boshqa bo'lgan, ular meni ko'p ham yonimda bo'lmagan, ish yuzasidan. Rasxod qildirgan odam emasman. Keyin Alloh o'zi hamma narsani toshda rozi qilar ekan, ishi sudda ko'rilayotgan bo'lgan. Ishdan ketgan, ichki ishlardan. Men onamnikidaman, qo'limda chaqaloqlar. Keyin menga telefon qilishni boshlaganlar yana. Ajrashmaganmiz, oradan 2 oy o'tdi. Telefon qilib, shunaqa bo'ldi hayotimda. Sen shunaqa qilding, ota-onam bilan chiqish olmaganing uchun meni uyimdagilar majburlayapti. Menga ham qiyin. Men u narsani to'g'ri tushunganman. Erkak kishi ayol bilan onasining o'rtasida turish juda qiyin. Aqlli erkak zo'rg'a turib berish mumkin, lekin daro erkak, ona ham juda yengilmasda, hamda tashab qo'yavermaydi. Oxirigacha olib boradi. Qiynalgan erim ham baribir o'rtada. Mayli dedim. Nima qilmang dedim, siqilmang dedim. O'sha paytda birga yashaylik, kechir. Prosta uyimdagilar bilan qil, chiqishi, tezroq chiqish. Uyimdagilar bilan chiqsang bo'ldi. Men sen bilan yashayman, seni deyman, bolalarimni deyman deb aytganlar. Men aytganman, mayli deganman. Farzandlarim, chunki farzandlaringiz turibdi-da, siz o'zingiz otasi katta bo'lgansiz, u narsani juda o'ylaysiz, siqilasiz. Men siqilganman rosa. Farzandlarim otasi bo'lmasin deganman. Ko'nglimda qolib ketgan lekin. Chunki boshqasiga unashtirilish uchun ham o'zi rozi bo'lish kerak, o'zi anaqa qilish kerak. Men shuncha yaxshi ko'rgan insonim, hayotimni ishonib topshirgan insonim men uchun jur'at qilib turib bera olmadi degan narsa ko'nglimda qolib ketgani, lekin farzandlarim otasiz bo'lmasligi uchun men kechirganman. Kechirib yana chiqib birga yashaganman. Yashashim ham qanaqa bo'lgan? Oldingi haqiqiy shahzoda emasdi. Ular nima desa, xo'p. Men u qorani oq desa, ha, shu oq. Oq qora desa, ha, shu qora. Nima desa, xo'p deb yashadim. Hattoki uyimga chiqma desa, uyimga chiqmadim. Bir qadam, misol uchun boshqa joyga chiqsangiz ham, qo'ni qo'shnilar paputi bir-biriga kirib chiqadi-ku. Men uyim bir qadam. Men chiqmadim. Onam bilan bitta joyda ishlayman. Proxoduyimiz bitta joyda kirib chiqadigan joyimiz. Hattoki men onam mashina haydaydilar, men taksida qaytardim. Bitta joyga qaytamiz. Bitta joyda ishdan chiqib bitta joyga qaytamiz.
nima deydi? O'sha paytda nohaq tuhmatlar ham bo'ldi-da onamga nisbatan. Oilasini onasi o'rgatdi, onasining gapiga kirdi, bir narsa, lekin tepada Alloh taolo bor. Ona bergisi kelmagan bo'lsa ham oila qurganimdan keyin onam oilang bilan bo'l deb kelgan odamni. Uni baribir toshtarozi qilar ekan. Allohim o'zi qilar ekan. Ular tushunmasa ham bandasi har xil narsa deyaverar ekan. O'sha onam o'zlari kelardilar, men oilamda birorta yana onamga nisbatan tuhmat bo'lmasdi, men taksida kelardim. Shu bilan keyin chaqaloqlar katta bo'lyapti, mayli deb yashadim. Ular ham mayli deb qabul qildi, boshqa qildi farzandlarimni. Orada keyin yana 2 qatligim bilib qoldim. Qo'limda chaqaloq 3 oylik chaqaloqda egizak. O'zi egizakka adaptatsiya o'zi qiyin bo'lyapti. Men sraz ishga chiqib ketgan odamman. Egizaklarim. Doradovoy, poslerodovoy, balnishniy degan narsa bo'ladi davlat ishida. O'sha balnishniy tugagandan keyin siz dekretga yozasiz 3 yoshgacha. Men o'sha narsa tugagandan keyin sraz ishga chiqib ketganman dekretga yozmasdan. Men ishlashim kerak, u yoqda kontraktim bor. Shu narsa meni rosa qo'ymagan. Men oxirigacha yetkazishim kerak o'qishimni degan narsa. Erimdan ham, qaynotamdan ham sado chiqmaydi. Erim ishlamayapti o'sha paytda. Rizq Allohdan dedim men o'shanda ham. Erkak kishi 7 marta omad bilan sinaladi deydi-ku. Baribir yaxshi bo'lib ketadi. Erkak kishi hayotda oilasini tiklab olsin, hozir bir taraflama deb turib berganman. Nima, erimga ham nima babsi qiladi-ku erkak kishi. Bu hali anaqa kulib eslaysiz bu kunlaringiz, zo'r kunlarimiz keladi, hali zo'r bo'lib ketamiz deb rosa motivatsiya berardi. O'shandan kuch olardilar baribir. Onam ham aytardilar, eringni siqma. Topmayapsan dema, erkak kishining omadi 7 marta beriladi. Motivatsiya ber, davay desang o'zi olib ketadi deb. Qarang, onani qanaqa motivatsiya. Bo'lmasa, ering ishlamayapti, bor, topsin desa bo'ladi. Yetmagan joyda men onamdan olganman-da kerak bo'lsa. Farzandlarim bo'lgan, o'zimni chiqimim bo'lgan, yetmagan joyda. Onam bor, eringni ol demagan o'sha payt. Keyin ikkinchilarimga 2 qatligimni his qildim. O'sha menda miyamda aylanyapti. 2 ta chaqalog'i hozir zo'rg'a eplayman. 3-chi chaqaloq kelsa qanaqa eplayman degan narsa bo'lgan. Alloh kechirsin, men hayolimdan abortam o'tgan. Chunki bir tarafda erim ishlamayapti, bir tarafda men o'zim zo'rg'a yetkazib turibman. Birovga yana og'irligim tushadimi degan narsa bo'lganda, hayolimdan o'tadi baribir. Keyin Allohga tavakkal. Opacham aytgan telefonda, "Sen jinnimisan? Men farzand ular qiynalganda, sal farzand kutib qolgan. Farzandga zo'rg'a yetdim. Sen tayyor farzandni nobud qilma. Tug'man qarashaman. Egizak bu ham degan. Hech qanaqa telefonda hali uzi yo'q, boshqa yo'q. Faqat test qilganmiz, testda chiqqan. Egizak bu ham degan. Bo'ldi deb, hay ana o'qiganman. Deb hazilga yo'yganman. Keyin xo'jayinimga aytganman. Xo'jayinim yo'q, tug'asan. Chunki birinchi farzandlarni o'sha raddomdan olib chiqish baxti ularga berilmagan. O'sha narsani men erimni bekorgani, hay xursand bo'lib ketgan. Ikkinchi marta o'sha 2 qat xursand bo'lib ketgan, shu bu yonimda oilam o'sha tiklandi. Ikkinchi marta tug'sa men o'sha narsani his qilaman degan baxtni men o'sha yuzida ko'rganman-da. Yo'q, tug'asa abort qildiraman deganman. Nima deyarkin deb. Keyin urishib bergan. Yo'q, tug'asan, abort qildirmaysan. Qanaqa boqamiz, ishlaymiz, men ungacha ishga kiraman deganlar. Keyin men uziga borishim kerak desam, uziga mensiz borma degan o'ylaganlar. Oldirib tashlaydi deb. Yo'q, oldirmasdim. O'sha men qarorga kelib bo'ldim. Rizq Allohdan, tug'ilsa rizqi bilan tug'iladi degan narsa. Keyin xo'jayinim bilan uziga bordik. Uziga borsak, qo'limizda 3 oylik chaqaloq, uziga borib ko'rsak, uzichi bilmaydi hali bizning qo'limizda egizak borligini. Keyin nima qilsak, uziga shuni qo'ydi. Ha, egizak-ku dedi. 2 ta dedi. Biz shokda o'sha paytda ikkinchi marta yana egizak ko'rish mening umuman hayolimda ham bo'lmagan. O'sha men egizak ko'rdim, bo'ldi deb o'ylaganman. Keyin o'sha payt endi men stolda yotibman, ularning quvonchi men ko'z oldimda hali ham turadi. Biz birinchi bolamiz ham egizak nohot bo'lishi mumkin emas deb men o'zini rasmlarga olgan. Keyin chiqqanimizdan keyin xursand bo'lganlarga uyimizdagilarga aytma degan. Aytmaganmiz necha kunlab keyinchalik o'zlari onalariga, uydagilariga aytgandan keyin uydagilar ham shokda. Bolalar ikkinchi homiladorligim birinchisiga qaraganda bilinmagan.
umuman bilinmagan. Hozir aytaman, birinchi homiladorligimda qiynalgan paytim kechagidek esimda, ikkinchilarim qanaqa paydo bo'lib, qanaqa tug'ilganligicha oraliq menda umuman bir qiyinchilik tug'dirmagan. O'shaning uchun yo o'zim mana bolalar bilan zaynat bo'lganligimgami, bir pasda katta bo'lishdi, rizq Allohdan deganim, sirazi ishga kirib ketdilar. Keyin ishonasizmi yo'qmi, qo'lida bir tiyin yo'q, pulga zo'r urib, kontraktini zo'rg'a to'layotgan odam uyogamiz. Shunaqa imkoniyat berilgan davlat tarafdan men subsidiyaga topshirib qo'ygandim, menga subsidiya chiqqan. Subsidiya chiqqanda keyin bolalar tug'ilgunga qadar yangi qurilgan novostroykalardan olaman deb niyat qilganman. O'sha men tug'adigan arafam davlat tarafdan dekretniy pul beriladi. O'sha dekretniy pulni men o'sha uy boshlang'ich to'loviga to'lab, farzandlarim tug'ilishdan bir 18 kun oldin men uy kaltini olganman. Ishxonam taraflama baribir imtiyozlar berilgan, qo'llab-quvvatlashgan. Men o'ylardim, mana o'qiyotgan paytimiz ko'p musobaqalarga qatnashganimizda faxriyorlik, diplom, mashincha narsalar bo'lib ketardi-da. Ko'pda u narsalar, olgan yutuqlarim juda ko'p. Men aytardim, shuncha narsa o'rniga pulni bermaydi, mana shuncha pul bo'ladi, shuncha bumaga deyardim. Lekin men bitta narsani aytaman, o'sha bumaga men subsidiya olishimda katta ball qo'shgan. Chunki menda hech qanaqa bir nima deydi, ham ishlayman, oyligim normalniy, hech qanaqa bir ball qo'shishga minus tarafim yo'q edi. Yo bir nogironligingiz bo'lish kerak, yo bir kam ta'minlanganligingiz bo'lish kerak. Menda hech narsa yo'q. U taraflama imkoniyat, imtiyozim bo'lmaganligi uchun men o'sha yurtimga, shu musobaqalarda o'qishimga nima deydi, rivojlanish uchun, bir yuqori cho'qqilarda, musobaqalarda o'rinlar olganligim uchun o'sha narsa menga plyus olib kelgan. O'sha narsalar ball olib kelgani uchun men subsidiya olib uy olganman. Ikkinchilarim 18-yanvar kuni dunyoga kelishgan, 2023-yil. Anomal sovuq paytda men roddomda bo'lganman. Ko'pchilikka ma'lum, esda qolgan qish bo'lgan o'sha yillari. Keyin qaynonamlar bu yoqdagilar aytishganki, o'sha yangi olgan uyingga olib boramiz, shtobi uchastkalar sovuq, raddomdan o'sha yerga olib boramiz deyishgan. Keyin men aytganman, o'sha payt dekretdaman, o'sha uy krediti bor, har oy uy qo'lingizga olganingizdan keyin meni planim shu kvartirani qo'yib, hozircha o'zimizga kelib olganimizcha kvartirani pulini kreditga yopamiz degan maqsad edi. Keyin bularga aytganman, uy krediti bor, kvartirani qo'ymoqchi edim desam, o'zimiz yordamlashamiz deyishgan. Xursand bo'lganman, mayli deb yoqib borganmiz. Borganimizdan keyin yashashni davom etganmiz. Men o'sha payt yana ikkinchilarimni kesir kesish yo'li bilan olishgan, operatsiya qilib. Keyin ular tug'ilishgandan keyin o'sha qiynalib, baribir kesilgan qorin operatsiya bilan 4 ta bola olib borib qo'yishgan, erimni yuborishmagan. Qaynsinglim 2 ta bolasi bilan olib borib qo'yishgan. 6 ta bola, 2 ta qiz, qaynsinglim xolasini qizini chaqirgan. Xolasini qizi ham nima deydi, eri bilan birga yashamaydi, uning 2 ta bolasi bilan kelgan. 8 ta bola. Bitta operatsiya bo'lgan ayol. Endi ular qanaqa maqsadda kelgan, nima qilgan, o'sha yerda o'zi kelishmovchiliklar boshlangan. Kelishmovchilik boshlangani sababini keltirmayman, chunki men ular shaxsiyatiga, ular farzandlarining kelajagiga ta'sir qiladigan gaplar bor deb aytdi. O'shaning uchun nima deydi, shariatga ham, o'zbekchilikka ham to'g'ri kelmagan qiliqlar qilingan aytdi. O'shaning uchun men gapirib bera olmayman. Sababi ular farzandlarida ayb yo'qda. O qizlar farzandlarining kelajagi bor. Men Allohga qarab gapiraman-da, baribir. Hammani ochib tashlash niyatim yo'q. O'shanda qaynonam kelganda uyini qizimga berdi. Men qiynalib yetgan uyimni hech kim bir tiyin qo'shmagan. O'sha payt 4 ta bola kashada, pampersda, chaqaloq shunaqa gap qilgan. Uyini kaltini bermanga degan. Uyimni kaltini bersam, bilaman nima qilishini ular. Bermayman deganman. Unda degan qisqa qilib, o'g'lim sen bilan yashamaydi, boshqasiga uylantiraman degan. Birga yashab yurganimizda ham ozgina sabab bo'lsa ham, voy o'g'limni boshqasiga uylayman degan gaplar bo'lardi. Shu to'pi ko'rdiki, men birinchisi uylashtirib kelgandan keyin men erimni deb qildim-da, nima deydi, harakat qildim, bolalarim otasi bo'lmasin dedim, kechirdim, qaytdim. Ular o'ylab qoldi, bu ersiz chidamas ekan, erini boshqasiga uylantirsak, bu aytganimizni qilib yashar ekan degan мнениеga kelib qoldi-da ular. Xato мнениеga keldi-da ular. Men odamgarchilik qilganimni tushunmadim.
Keyin men boshqasiga uylayman deb yuraverdim. Men chidardim o'sha narsaga. Mayli, gapiradi, ketadi. Erim men bilan deyardim. Chunki biz bir-birimiz haqida ko'ngil qo'yganingizdan keyin oilada baribir bilinar ekan. Eringiz ozgina bo'lsa ham siz taraf bo'lib turgani. Lekin juda ochiqchasiga men taraf bo'lmasdilar. Chunki ular zaharlab qo'yardi. Keyin men bermayman dedim. Bermasang o'g'lim boshqasiga uylayman dedi. Bu qiliq, bu gaplardan men o'sha to'y bo'lgandim-da. Himoyasiga olgan, omonat qilib olgan, nigohiga olgan erim. U meni mahram qilgan, men uni mahrabiman. Uni gapi gap dedim. Siz nima deysiz? Onangiz shunaqa deyapti, shunaqa desam, shundoq qaradilar-da, onamning gapi gap dedilar. Mayli dedim. Onangiz gapi gap bo'lsa dedim, shu yerda bo'lgan voqea, shu yerda bo'lgan kelishmovchiliklar bu erkak kishini g'ururiga to'g'ri kelmagan narsalar edi. Agar shu g'ururingiz shu narsani ko'ra bilib turib qabul qilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda men siz bilan yashamaslikni tanlayman. Shu meni qizim bor. Ertaga, bularga ruxsat ekan, dadam indamayapti deb kelajakda meni qizim tarbiyasi buzilishi xohlamayman. Uylantiravering, men bir og'iz bir narsa demayman. Dedim, shu gap bilan ular qirchiqyon qilib o'sha domdan chiqib ketishdi. Men 4 ta bola bilan animal sovuqda chaqaloq operatsiya holimda kichkinalarim, chaqaloqlarim 20 kunlik edi. Uyim pul to'lanmagan, kichkinalarim kashada, kattalarimga qo'shib pampers shunday qolib ketganman. Keyin onam, pochcham, opacham o'sha chillam chiqquncha o'zlarini uyida qarashganman. Bilasiz, onaga ham, bolaga ham o'qit kerak, yeb ichish kerak, boshqa kerak. Hammasini turib qilib bergan. Uyimni kreditlarigacha kerak bo'lsa to'lashgan. Uyimni kamchiliklarigacha qilib, kvartirani topib, o'sha uyga kvartirani joylab, keyinchalik qiynalmasligim uchun menga xizmatini qilib bergan o'shalar bo'lar. Juda esimda qolib ketgan bu narsalar. Keyin erim telefon qildi. Keyin emas, o'sha men aytaman-ku 3 soatdan keyin o'ziga uchib qoladi. Onam shunaqa mayli deb bilasan, tushunasan, kelisha olmayapsan, u deb gaplashib yuraverdik. Erim telefon qilardi, bolalarimni ko'rsatardim, rasmini jo'natardim. Gaplashib yuraverdik. Mahallada ko'rsam men Karaskada haydab yursam ham erim ko'rardi. Shu orada mana bahor, fevral, yanvarda tug'ilgan bo'lsa, fevralda o'sha 20 kunligida biz nima yashamadik. Mart keldi, aprel o'sha kunlar isib mana shunaqa holatlar. Mana ko'chada yurasiz-ku, Karaskalarda yurardim. O'sha yil boshida, yil oxirida ehtiyot qilaman degan vaziyatlar, o'sha holatlar edi. Ular o'sha payt o'zimiz maktabga ishga kirgandilar, ishga borib keldilar. Endi yurib Kalaskada ko'rib bolalarni ko'rib o'tib ketardilar. O'shanda men tezroq ketib, ya'ni qo'shnimiz ko'rib qolsa, opamga yetkazadi, opam urishadi. Bolalarim oldida turganimni ko'rsa. Ochiqchasiga aytardi bu narsani. Men u narsani hozir ham o'zlariga aytaman. Qaynonamga ham aytganman, qo'ymadingiz deb, chunki hozir gapim davomida bilasiz vaziyat nima bo'lganligini. Keyin o'sha ko'rib qolsalar, tez ko'rardilar, uyga kirardi. Tez ko'rib uyga kirib ketardilar. Keyin kunlar o'tdi. Mendan yashirib bozorda bitta qizni topib, eridan ajrashgan qizni topib, erimga nikoh qilib qo'yishdi. Men ajrashmaganman. Qonuniy hech qanaqa berilmagan, chunki bola birga kirmasdan hech qanaqa ajrimga ariza qabul qilishmaydi. Hech qaysi idoralar, hech qaysi mahalla ham dalolatnoma tuzib bermaydi. Keyin menga naprinsiplik boshlangan. Men mahalladaman. Ataylab men kattalarim bog'chaga beruvdim-da, kichkinalarim o'zimda bo'lganligi uchun. Men bog'chaga chiqar paytim ko'chaga olib chiqib sipirtirishardi. Ayol kishiga bu narsa xohlasangiz, xohlamasangiz qattiq tegadi, lekin men uni nima deydi, ruh xayolimdan o'chirib bo'ldim. Chunki biz birga yashamasak ham men erimni da'vatladim, erim meni da'vatlaydi. Keyinchalik yaxshi bo'lib ketamiz degan va'dalar bo'layotdi. Keyin o'sha men uchun yo'q. Kres qo'ydim. Telefon ham qilmadim, SMS ham yozib, hech narsa qilmadim. Men uchun o'sha yo'q. Men 4 ta bolam bor. O'sha qiyin vaziyatimda, hech qaysi qiyin vaziyatimda turib bermadi. Dedim-da, shu bilan hayotimni davom ettirishga, men turmushga chiqayotganimda o'sha blogerlik endi boshlayotgan narsamni erimni gapi bilan to'xtatdim. Men voz kechganman o'sha narsadan. Men voz kechganimga yarasha oila qilib bermadi-da menga.
Chunki baribir ozgina bo'lsa ham erkak kishiga bog'liqda, hifzi himoyasiga olish oilani. O'shanaqa narsa qilib bermagandan keyin, qiyin vaziyatimni yonimda turmagandan keyin men o'sha qiziqishlarimni baribir davom ettirishga harakat qildim. Nima uchun davom ettirdim? Chunki men stress holatida, depressiya holatida tushib qoldim. O'sib kelayotgan ulug' inson oilangiz oldida ham shunday so'nib qolsa, oilangizga ham ta'sir qilar ekanda, ular meni ko'rib yig'lashardi. Shahzoda, sen qanaqa qiz eding? Sen dunyolari kezib kelgan, kimlar bilan ko'rishib, hattoki shu yurtimiz rahbarlari bilan ko'rishib kelgan insonsan sen. Sen nima uchun ongi fikrlashi tor insonlarga qurbon bo'lasan? Sen o'zingni ishini davom ettirsanda qanaqa talant bor deb podдержка qilishgan meni. Podдержка qilishib, nima deydi, motivatsiya berishgan, hayotda yana kuchim uyg'onib, onam aytgan 4 ta farzanding bor, ertaga katta qilish seni bo'yningda. Ertaga farzandlaring gullab yashnashi senga ochko olib keladi. Mana dadang vaqtli o'tdi. Men hayotdan shunaqa dars olganmanki, sen o'zingga o'zing kuch topasan. Senga hech kim yordam bermaydi. Sen o'zingni o'zing kuch topib, bolalaringga harakat qilib kelajagini qurib berishing kerak. Bu farzandlar seniki. Seni vazifangki bularga kelajak yaratish deb motivatsiya bergandan keyin o'sha narsalar menga kuch bo'lganda, srazi keyin blogerlikka boshlab dag'latib tashaganmiz. Alloh bitta eshigi yapsa, sizga qolgan eshiklarni ochib qo'yar ekanda. Allohimga aytganim bor ekan, yomon bo'lmadik. Hayolimga kelmagan ishlar bo'lib ketdi. Hayolimga bir chekkasiga kelmagan orzularim shunda Allohim oldimga olib kelib qo'ydiki, men sababli o'zimni onam, buvimni, o'zim Alloh uyiga borib keldik. U yog'i ko'rib, men birinchi borganimda 2024-yil bordik, mart oyida. Birinchi borganimda Kabaga ko'zim tushishi bilan Allohga shunaqa yig'ladim. Shuncha bitta odam sinab sabrini sinaganda men ichimdan o'tganini hech kimga bildirmadim. Onamga ham, uydagilarga ham, chunki meni ko'rib qiynalishyapti. Faqat namozimda Allohdan so'radim. Allohim, menga shu narsani beribsan. Men roziman dedim-da. Menga Alloh bergan taqdirdan rozi bo'ldim. Rozi bo'lib faqat yaxshiligi so'radim. Faqat yaxshiligi berasan, men bilaman deb so'raganimda Allohim o'z-o'zidan meni shu uyiga chaqirib qo'ydi-da. Ishonasizmi? Bir tiyin plyus yo'q. Borishga imkoniyatingiz, lekin siz Ka'ba oldida turibsiz. Allohim shu darajada chaqirsa, shunaqa bo'lar ekan. Kashlogimni ochsangiz o'sha payt 1000 so'm pulim bor. Men Makkadaman. Shunchalik Allohim xohlasa, sizni moliyaviy tarafingizga ham qaramas ekan, sizni ahvolingizga ham qaramas ekan. Shunaqa yig'ladim. Allohim, men shuncha sinov berding, bergan taqdiringga, bergan qadaringga rozi bo'lganim uchun meni shunaqa mukofotlading. O'zing uyini ko'rish baxtiga sazovor qilding. Men hali yoshman. Men tengilar uncha-munchasi hali kelgani yo'q. Mana Alloh rahmat qilsin. Dadam yetmagan bu joylarga, lekin men sabab onam, buvim keldik deb biroz yig'laganman. Keyin bu yil keldi, men yuragimga tugib qo'yganman. Men qiynalgan paytlarimda pochcham, opacham yonimda turib berishdi-ku. Yaqinlarim, o'zimni farzandlarim otasi tashab ketgan paytda menga o'shalar turib berdi-da. Shunaqa dilimga tukkanman, Allohim menga shunaqa imkoniyat bersang, men bularga ham yo mashina yoki bir shunaqa umr ziyoratlariga olib borish niyat qilgandim-da. Bu yil kelyapti, mana bu yil ro'za payti kelyapti. Men o'yladim, o'tgan yil birinchi 10 kunlikda o'sha dediga, agar Allohim yetkazsang, men pochchamni, farzandlarimni, yana opamni, yana ochamni olib borardim degan narsa shunaqa hayolimdan o'tdi. Bitta o'tdi, 3 kundan keyin o'sha narsa bo'ldi. Bo'ldida keyin men shunaqa xursandman. Menga yaxshilik qilgan odamga Allohim qachondir men kimnidir ehsonini olgan insonman. Meni ham ehson qilish darajasiga juda tez fursatda yetkazib qo'ygani uchun men rosa Allohdan rozi bo'ldim-da. Shuncha aytaman, inson boshiga qanaqa ish tushmasin, Allohdan faqat rozi bo'lish kerak ekan. Shunaqangi tez mukofotini beradi. Allohim shunaqa toshda rozi qiladi. Buni ko'rib o'zingiz ham Allohga shukr aytasiz-da. Aniq ko'nglim bo'shashib ketdi endi. Lekin o'sha
erimga qaytadigan bo'lsak, erimni o'sha boshqasiga uylantirib qo'yishdi. Lekin men ko'nglim bilardi. Hamma kim bo'lsa ham mahalladagilar kelib aytganda ham baba oilaga nima bo'lyapti deb mahallaga so'raydi-ku, o'shanda ham men aytardim-da, erim baribir menga qaytadi. Erim yasholmaydi boshqasi bilan. Chunki biz insonmizda, erkak kishi bir marta yaxshi ko'radi. Ayol kishi ko'nikuvchan-da. Hamma narsaga ko'nikadi ayol. Erkak kishi bir marta yaxshi ko'radi. O'sha yaxshi ko'rgan bilan bir marta yashadimi, siz ming dunyo go'zali bo'ling, bir hurliqoni yana yoniga olib kelib qo'ying, u bilan yasholmaydi. O'sha qalbi, ruhiga tushgan odam bilan yashaydi. Uni tashqi ko'rinishi ming xunuk bo'lsin, boshqa bo'lsin, shu ruhiga tushgan odamni qo'msaydi baribir. Xohlaydi o'sha narsani. U 2 kun yashashmi, 3 kun yashashi mumkin. Olib bergan xotini bilan 2 oy yashadi. Unda ham qanaqa? Men telefon qilmaganman, hayotimdan o'chirganman, blogerlikni boshlaganman, mana istoriyalar qo'yaman, hayotim baxtli kunlarini qo'yaman. Hech qachon men xafa bo'lishga vaqt qoldirmasdim o'zimga. Chunki men bilardim, siqilib qolaman. Vaqt qoldirmaslikka harakat qilganman. Farzandlarim bilan chalg'iganman, boshqa bo'lgan. Farzandlarimning rizqini ham Alloh yetkazurgan. Mana shu sababli Allohga behisob shukr deyman. Shuning uchun hech qachon bir kimgadir voy bu tashab ketdi, endi qanday boqaman emas-da. Alloh o'zi har bir insonni rizqi bilan yaratgan. Siz sababchi bo'lishdan qochmasligingiz kerak ekan. Sababchi bo'lishdan xursand bo'lish kerak ekan. Men o'ylayman, shu erim oilasi sababchi bo'lishdan qochishdi. Ularga ham yetkazardi Allohim. Ular sabab qilib yetkazardi. Lekin o'sha narsani men boqdim, men qildim deyishga haqqimiz yo'q. Chunki Alloh siz sababli beradi. Uni rizqi u. Siz bermayman deganingiz, bermayman deb qochsangiz, u ko'chada och qolib yedi-da. Boshqani sabab qilib unga beradi. O'sha narsani men his qildim. Shuning uchun hayotimda nima bo'lsa ham, oxirgi pulim qolsa ham ishlatishdan qo'rqmayman. Bilaman ertaga Allohim menga yetkazishini. O'sha narsa bo'ldi, keyin ular 2 oy orasida yashadim, men indamadim. U payti men Kosmosga ketdim konsertiga Toshkentda. Men o'sha Toshkentda farzandlarim bilan ketganman, kvartira sinema qilib. U yoqda sinalarim o'qiydi, sinalarim padeshka qilib, men bilan birga yashashib, bolalarimga qarashdi. Oilam hammasi tikka turdi, ishoning. Kechqurun chaqaloqlar hamma bitta chaqalog'imdan qilsa bitta oilaliklar. Men hammani qo'lini kechqurun bola bilan ta'minlab qo'ygandim. Sinalarim, opam turib har birimiz chaqaloq qilib chiqardik, 4 ta-ku. Shunaqa uxlamagan kunlarimiz o'tdi, Xudoga shukr. Keyin u yoqqa Kosmosga ketdim, singillarim qarashdi. Men o'sha ko'chaga chiqsam, video syomkalarga chiqsam, qarashi boshqa qilishardi. Ular ham band bo'lsa, nyanka topib, nyankaga berardik bolalarni. Shunaqa qilib hayotim o'tdi. Vaqt qolmadi, xullas. Menda siqilishga, depressiyaga o'zim tiklab oldim ruhiyatimni ham. Men bildimki, baxt yashash faqat er bilan bog'liq emas. U sizni oldingizda turib bera olmadimi? Sizni hifz himoyasiga olib bera olmadimi? Mayli, xohishiga qo'yib bering. Xohlaganini qilsin. Lekin inson bir-birovini tushunib yashashsa, u zo'r. Agar yo'q, sen xohlaganingni qilma, men xohlaganimni qilishing kerak deb yashash u qaramlikda. Ayol kishi qaramlik emas, ko'p noto'g'ri talqin qilinadi-da bizda. Bir-birini tushunish, bir-birini xohishlarini hurmat qilish, erkak sifatida ayolini hifz himoya qilish bu vazifada, bu burchda bu. Yo'q, meni ayolim imonni qilish kerak degan narsa u noto'g'ri narsa. Ayol sindirib qo'yadi bu narsa. Ayol o'zi xohlamagan tarzda ko'rinmas qafas ichida yashaydi. To'laqonli baxtli bo'lmaydi u. Endi aqlli ayollar bizda ham 5 ta barmoq har xil-ku. Men hamma haqida emas, endi o'zini hayotda o'rnini bilib olgan, aqlini tanib olgan ayollar haqida gapirilyapti bu gap. Yana boshqa misollar keltirib, bitta yomon ayolni dastidan ikkinchisi hamma ayollar yomon deb kommentga yozib tashamanglar. Chunki 5 ta barmoq bir xil emas, hamma har xil. Men faqat o'zimdan kelib chiqqan holatda gapirmayman. Uyim joyim deydigan ayollar ko'p. 80-70% desak ham bo'ladi. 80-90% desak ham bo'ladi. Qolgan 20% ga albatta javob bermayman. U baribir oiladagi tarbiyaga bog'liq. Xullas, keyin yurganimda xo'jayinim telefon qilishni boshladi menga. Men net nomerdan telefon qilishardi, zasekrishni deyiladi-ku. Sirazi bilardim, chunki menga o'zingiz qanaqaligingizni bilasiz, sizga begona odam telefon qilmaydi. Shuni ko'tarardim, nafas olishdan bilardim. Keyin oxir aytdim, ko'tarardim, indamasdan o'chirib qo'yardim. Keyin oxir aytdim, gapiring, bilib turibman sizligingizni dedim. Hech qanaqa ikkilanishlarsiz.
Keyin gapirdilar, qayerdan bilding deb. Sizdan boshqa kim qiladi menga deb gapirganman. Shu bilan keyin men yasholmayapman, men onam majbur qilgan, to'da u bu. Keyin chidolmadim. Inson kimdir majbur qilsa unga majburlayapti deyish uni vazifasi emasda, qarshi chiqish kerak. Biz oilada mustaqil katta bo'lganligimiz uchun bizni ota-onamiz o'zimiz fikrimizni bildirishga fursat berishganda, men hozir ham farzandlarimga mayda bo'lsa ham menga o'zinikini aytishiga nima beraman, imkoniyat beraman. Yo'q, qilasan demayman-da. Bizga o'shanaqa tarbiya berishgan. Sizni ota-onangiz noto'g'ri yo'ldan yurasan desa, yurib ketavermaysiz-ku. Siz o'zingiznikini himoya qilib, o'zingizning xohishlaringizni aytishga haqqingiz bor. O'tsam, yo'q, bizgilar tushunmaydi. Tushunmaydi-da. Keyin men yo'q, kechirasiz, uje yo'llarimiz boshqa. Sizni endi oilangiz bor. Men oilali erkaklar bilan gaplashish meni tarbiyamga to'g'ri kelmaydi degan gaplarim ularning g'ururiga tekkan. Chunki qizg'onganlar. Meni ommadan qizg'onardilar. Endi erkak sifatida bu narsani to'g'ri tushunaman. Men o'sha hattoki Telegramga ham rasm qo'ymagan odamman-da. Birga yashagan paytimiz. Hozir endi hamma yoq bayroq bo'lib ketgan. Endi ishimiz shuni talab qiladi. O'sha paytda endi baribir erimni hurmatini qilganman. Hurmat izzat shunchalik bo'ladi deb qilganman. Ular ham to'g'ri tushunardilar. Ular ham u narsani nimaga zapret qilib qo'yganlar, ular oilasi xohlamaganligi uchun. Shu biz birga o'qiganmiz-ku, men qivizlarda chiqqanman, teatrlarda chiqqanman, boshqa qilganman. O'sha payt men naborot podдержка qilgan u inson. Atrof qarindosh urug'lari tipi ularga anuvda bu masqaravozlikda bular. Lekin ular hayoti haqiqiy masqaravozlik bilan yashadi, bilaman u narsani. Lekin mediada chiqqan odam ular uchun masqaravozdek ko'ringanda. Lekin hayotda masqaravozlikdan Alloh o'zi asrasin deyman. Hayotda inson bo'lish kerak inson. U shunaqa deb ularga nima kamsitgan, keyin kamsitgan hisobiga ular g'urur o'ynab menga zapret qo'ygandilar. O'shaning uchun men erimning gapi gap deb chiqmaganman. Voz kechganman. Keyin telefon qilishni boshladim, men gaplashmadim. Agar ko'rgan bo'lsangiz, Siqilma degan Mashhurbek Rahimovning Siqilma klipi men hayotimning o'zi. Hayotimdan olingan. O'zim ideya qilib, o'zim syomka qilib, o'zim rejissyorlik qilganman uni olishda. Telefon qilardilar, ko'tarmasdim, boshqa qilardim, o'zim hayotimda yashardim men. Chunki men u hayot kamsitilish hayotdan meni hayotim narmanlaydi. Inson yashash uchun yaralganda, kimdir qadrsizlantirib mendan past bo'lishing kerak desa, u yashagandek bo'lmaydi. Hayot siznikimi, o'zingiz xohlagandek mazza qilib yashang. Albatta to'g'ri yo'lda. Alloh faqat to'g'ri yo'lda halol insonlarga bu narsani yetkazadi. Men shunaqa deb o'ylayman. Halolligim uchun menga tezroq bu narsa imkoniyatlar, mashhurlik tezroq keldi deb o'ylayman nisbatan. Chunki qisqa muddatda buncha obunachi yig'isham, boshqa qilisham qisqa muddatda. Keyin telefon qilishni boshladim, men ko'tarmadim. Ular keyin uydan ketib olganlar. Uydan ketdim, men uyga yashamayman, u onam olib bergan bilan yashamayman. U kelgan kunda aytganman, "Sen nimaga kelganing bilasanmi? Men xotin bola chaqam bilan yashayman." U degan gaplarni bo'lgan, menga qiziq emas, u narsa qorong'i. Keyin nimadir bo'lgan, bilmadim. U menga qorong'i, menga keyin telefon bo'lgan, eringni pichoqlab ketishibdi. Erim uni haydab yuborgan, onasi ham haydab yuborgan. Shunaqa deb eshitganman, chunki bu haqiqat. Ular kelinni odam sifatida ko'rmaydi-da. Ani quldek munosabatda bo'lganda unga ham baribir ayol kishi ham osonlikcha qo'liga qurol ko'tarmasa kerak. Endi men o'sha narsani jahlimni yenga olganman. Endi kimdir yenga olmagan bu narsani. Keyin bozor o'rtasida pichoqlab ketishgan. O'sha ikkinchi ayol tomonidan. Nimagachi? Meni hayot u ham kim bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yaratgan bandasida, uni ham ishontirib olib kelishgan. Uni ikkinchi oilasi bo'lganda, u ham ikkinchi oilam bilan yashab ketaman degan orzu, xom hayollar bilan kelgan, o'ylamagan, zaks kesilmagan, to'rtta bolasini tashab keta olgan inson ertaga meni ham tashab ketadi degan miyaga yetib bormaganda u insonni. Men shunaqa deb o'ylayman. Keyin men u miyani ishlatsa, u biladi. Oilasini, birinchi oilasini tashab ketgan inson u ikkinchisini 2 sekundda tashab keta oladi. O'sha narsa bo'lgan unda, men bu narsani bilardim. Chunki muhitni bilasiz, yashash qanaqaligini bilasiz, yashash bitta muomalalar qanaqaligini bilasiz. Uni hayotini men o'sha xomchotqi bo'lgandim kelajagini, o'sha yasha olmasligini bilardim. Keyin o'sha "Saman hayotimdan foydalaning, o'yinchoq qilding" degan maqsadda, birinchi xotiningni yaxshi ko'rar ekansan degan maqsadda pichoqlab ketgandim. Jon tomiri uzilgan. Keyin uni operatsiya qilishgan. Allohga aytgani bor ekan, tirik qoldi. Tirik qoldi-yu, lekin
ancha qiynaldi. Bu qiynalganning sababi men qo'rqmasdan o'zlariga ham aytaman, ota-onasi sababchi bo'lib qoldi. Uydagilar sababchi bo'lib qoldi. Chunki u inson yurak-yuragidan ruhiyati bilan farzandlari bilan oilasi bilan yashash xohladi. Lekin o'sha narsani uydagilari na prinsip qilaman, buni ruhan qiynayman, mani ya'ni qiynayman degan maqsadda o'g'lini qiynab qo'ydi. Bitta o'g'ilmidilar. Yo'q, ikkita ukalari ham bor. Endi hali kichkina ukalar. Mayli, Alloh hamma narsani toshda rozi qilgani shu. Juda qisqa fursatda bo'ldi bu narsa. 2023-yil oxirida kelin olib kelib bergan bo'lsa, ikkinchi xotin qilib 2024-yil yanvar oyida pichoqlab ketdi. 1-2 oyda. Bu narsani Alloh dars bo'lsin dedimi, boshqa, lekin men juda qiynaldim bu voqeada. Baribir ko'z ochib ko'rganingiz, farzandlaringiz otasi yuragingizdan his qilyapsiz, u xohlamagan tarzda shu narsaga vaziyatga kelib qoldi. Xohlamagan tarzda, imkoni yo'q edi uni. Qiyin erkak kishiga. Men ayollarga ham aytaman, erini to'g'ri tushunishni, chunki ona bilan ayol turganda bab onani aytganini qiladi, u ona noto'g'ri yo'l ko'rsatganini bilib tursa ham bir xilda majbur bo'lib qoladi-da. Lekin bu ko'proq majbur bo'ldi. Endi yengil qaravordi deb ham o'ylayman. O'zida hamcha aybsiz demayman. Boshqa xotin olib beraman desa, boshqa xotin tilladan bo'lsa kerak deb o'ylaganda. Lekin birinchi rolni hech kim bosa olmaydi. Xoh ayolda, xoh erkakda bo'lsin. Buni ikkinchi oilalar yomon munosabat bildirmasin. Endi hammaning vaziyati har xilda. Baribir ko'z ochib ko'rgan boshqa bo'ladi. O'shaning uchun keyin ular balizaga tushib qoldilar. Qaynanam, qaynatam hammasi telefon qilishdi. Bo'lgan voqealarda o'zlarini aybdorliklarini his qilishdi. Men Allohga qarab ularni kechirdim. Erim bilan munosabatda bo'ldim yana. Balinsani o'zi video vizitda gaplashardik. Motivatsiya bo'lsin deyardim-da. Chunki xursand bo'lardilar. Farzandlarini ko'rsatardim. Ungacha farzandlar ham shu hachi-puchi qilib gapiradigan bo'lib qoldi kattalari. Ko'rsatib shu kungacha keldik. Bolalarim chiqardi, kirib chiqib yurardi. Biz video vizitda gaplashib, men endi harakat qilishim kerak farzandlarim uchun. Bu yoqda bu blogerlik boshlab qo'yganman shu. Birga yashash masalasi ham ko'rib chiqilgan, lekin birga yashash masalasida o'sha birga yashash nima deydi, imkoni yo'q-da. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Farzandlari ham kimdir bo'yniga olish kerak-da. Kelajagini, uni boqishini, ertaga men xo'jayinim bilan birga yashamoqchi bo'lsam, ular bilan bog'lanib qolishim kerak. Chunki hozirgi kunda bir taraflari ishlamaydi, insult olgan o'sha. Chunki bo'ynidan sirkulyatsiya qon aylanmagan boshida. Kelajakda tuzalib ketishi mumkin, endi vaqt ko'rsatadi deyishgan. Bir taraf ishlamaydi, unga baribir qarov kerak. Endi onalari hozirgi kunda qaraydi. Munosabatlarimiz shu kungacha ham yaxshi edi. Chunki men Allohga qarab yana kechirdim ikkinchi marotaba. Bu narsa ikkinchi marotabada o'sha. Birinchi egizaklarimda ham bo'lgan bu voqea, ikkinchi egizaklarimda ham bu voqea bo'lgan. Xullas yana Kechirdim degani qanaqa? Siz yuragingizda qolib ketaveradi u narsa. Siz Alloh kechirgan joyda men kimni kechirasiz, men bu treshini qolib ketaveradi. Lekin nima deydi? Pila singani bilan siz suv ichish tashamaysiz-da. Babi chanqaysiz. O'sha narsa yuragimda qolib ketgan narsalar. Bu narsaga endi boshqalar sababchi bo'lganligi uchun, men erimdan unchalik ko'rmaganligim uchun balki shu sabab kechirgandirman. Keyin yana shunaqa vaziyat bo'ldiki, bolalarimni umraga olib ketadigan vaziyatimda bolalarimga pasport kerak chetga chiqish uchun. Uning uchun otani davenisi kerak. Men erimga telefon qildim. Biz bemalol muloqotdamiz shu paytgacha. Farzandlarim bo'ladi. O'sha tuzalishini xohlamamiz. Tuzalsa, shu kelajakda yana birga yashab, bitta oila bo'lib ketamiz. Chunki bizda hech qanaqa ajrim bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Davenisi kerak. Davenisiga telefon qildim, beraman dedi. O'sha payt qaynonamniki yana qo'zidi. Nima uchun? Nimaga? Yo'q. Men hayron qoldim. Farzandlar Alloh uyiga boradigan
joyiga nima uchun ular qarshilik qilyapti qaynonam. Keyin qaynonam bilan konkretni urushib qoldim. Sababi men o'sha vaziyatda edimki, men oyoqqa o'zim turganman. Hayotda og'ir yengilni ko'rib bo'ldim o'sha men kelinlik va obrazida emas edim u ayol oldida. Men haqiqiy shaxs sifatida u ayol bilan tortishdim. Keyin xo'jayinim beraman deganda kimdir olib kelish kerak edi. Uni chunki mashinaga solib o'zlari yuradi, endi oldida bitta nazoratchi bo'lish kerak-da baribir. Keyin onam qaynotamga telefon qildilar. Qaynotam Alloh rozi bo'lsin shu odamdan boradi dedi. Notariusga boradi dedi. Keldi notariusga, hech qanaqa pricheniyam ham yo'q dedi. O'sha payt ham qaynonam har xil gaplarni gapirib turuvdi. Men hasad deb o'ylayman bu narsani. Hasad insonda teng turadi. O'sha narsa bosib turish kerak inson. Hasad deb o'ylayman. Menga bo'lgan hasad kuchayib ketdi yana. Nima uchun farzandlarini o'g'lim emas, bu olib boradi degan narsa bo'ldi-da u ayolda. Yuziga ham aytaman, inson bunchalik hasadgo'y bo'lish kerak emas. Nima deydi? Keyin o'sha paytda notariusga ham har xil gaplar gapirdim. Men kelin emas, haqiqiy shaxs, ona sifatida farzandlarim uchun o'sha ayol bilan qo'pol qilib aytganda aytishdim. Hurmati ham qolmadi men uchun. Chunki hayotingiz o'yinchoq qilib tashlagandan keyin siz oldingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa hurmat qolmas ekan. Keyin farzandlarimga o'sha otasi davens berdi. Uning uchun rahmat aytaman. Davens bergandan keyin men pasportniga borib o'sha hujjatlarni topshirdim. Pasportni ham qabul qildi. Qabul qilgandan keyin pasport chiqar arafasida o'sha yana menga pasportnidan telefon bo'lyaptiki, shu Begobod tumani pasportnisini nachalnigi tarafdan, ya'ni boshlig'i tarafdan telefon bo'lyaptiki, sizni bergan davensiz atkaz bo'ldi, bolalaringiz pasport to'xtatildi. Men qonun qoidani juda ham yaxshi biladigan odamman, chunki bizning oilada qonunni bilsang, o'zing haq-huquqingni bu joyda ajrata olasan degan tarbiyalar bo'lgan. Ko'chada ko'rib o'zimiz haq-huquqimizni ajratib, turli bir nimalarda o'qib kelgan insonmiz. Men sразу miyamga urdi. Qanaqa qilib atkaz bo'lishi mumkin? Davens berilgandan keyin, davensdan keyingi chiqqan nizolar faqat sud orqali hal bo'ladi. Keyin men unga savol berdim. Kim atkaz qildi? Kimga haqqi bor? Keyin notariusdan bitta hujjat qilib kelibdi. Men shunga qarab to'xtatdim dedi. Keyin men notarius o'zi chiqargan hujjat o'zi atkaz qilishga haqqi yo'q-ku dedim. Kelib hal qiling dedi. Borsam, qonun taraflama men haqman. Keyin o'sha Begobod tuman pasport fuqarolarni nima rasmiy chetga chiqish pasportlarini rasmiylashtirish boshlig'i bilan tortishuvlar bo'ldi va bu tortishuvlarda men haq bo'lib yutib chiqdim. Chunki men o'zim haq-huquqimni juda ham yaxshi biladigan insonman. Birov yo'q desa, yo'q ekanini ketaveradigan odam emasman. Bular bilishmadi. O'sha paytda pasport ololmadi deb juda ham xursand bo'lib ketishdi. O'shanda gapirgan gap quloqim tegdi, jaranglayapti. Yaxshi ham nevaralarim bor ekan, sen hech qayerga chiqa olmaysan, ajab bo'lsin dedi. Keyin men o'shanda jahl bilan sizga bu ham kam ekan bugun ham. Siz shu ahvolga tushganingiz uchun men sizga ajab bo'lsin desam bo'lar ekan deb aytdim. Lekin men shu paytgacha ajab bo'lsin demaganman. Shu gapdan keyin menda miyamda nima deydi, kichkina shahzodalar urushib ketdi. Nima uchun? Men bu insonni farzandi uchun men shuncha ishlarni qilsam ham kechirdim, yonida turib berdim. Bu oson narsa emas ayol kishi uchun. Kechirib o'sha odamni sizga turib bermagan odamga siz turib berishingiz, yurakdan turib berish oson narsa emas-da. Ayollar tushunadi meni agar ko'rsa. Nima uchun men shuncha turib berib, men yana hayotim bularga bag'ishlamoqchi bo'lib turgan joyimda bular menga o'zini zurriyotlarini, mana farzandlari ular zurriyot hisoblanadi, o'zini zurriyotlarini Alloh uyiga borishga qaytaryapti degan narsa miyamga urdi-da. Keyin nima degan? Notariusga farzandlarim chetga olib chiqib ketib qolyapti, o'shaning uchun qarshiman deb notariusdan bitta qarshi xat, norozilik xati yozdirgan bo'ldi. U narsa davensi bekor qilishga asos bo'la olmaydi-da. Keyin men kuldim. Men farzandlarim boshqa chetga olib chiqib keta olmayman-ku, uyim joyim shu yerda bo'lsa deb. Xullas yutib chiqdim. Bular bilmay qoldi o'sha narsani. Men videolarimni, hamma narsani ketgunimcha hech qayerga chiqarmadim. Men o'zi haqiqiy ibodatga ketayotgan inson edim. Alloh, men aytdim, Allohga o'sha payt vaziyat, shunaqa qiyin vaziyatga tushib qoldim. Nima bo'larkin degan narsa bo'ldi-da menda.
farzandlarimga aytib qo'yganman, men uchun farzandlarim ruhiyati hamma narsadan ustun. Ertaga pochcham bilan anaqa jiyanimni olib ketsam, ertaga jiyanim bilan teng. Nimaga Umarni olib ketdi, biz qolib ketdik, samolyotga chiqmadik degan мнение ularda qolib ketadi. Ular bolada hali, ertaga damens hujjat nimaligini bilmasa, o'sha narsada men ruhiyati uchun men siqildim. Bolalarim ertaga nima qilsa, men erta qanaqa yuraman degan narsa siqdi, lekin Allohimga aytdim. O'sha yerda ham, Allohim, sen chaqirgan bo'lsang, hech kim, butun dunyo qarshi bo'lmaydimi? Men bolalarim boradi dedim. Yana bitta narsa, borish hech qanaqa hech kimni nimasida yo'q, fikrida yo'q, xayolida yo'q. Farzandlarim labbayk Alloh kalimasini shunaqa chiroyli aytishni boshladi. Labbayk Allohumma labbay, labbayk la sharika lak labbay deb hali 3 yoshga to'lmagan bolalarim tinniq aytib turibdi-da, kalomida Allohning uyiga borish kalomi turibdi. Men hayron qoldim. Qayerdan telefon bular o'rgatib qo'yganda dedim. Lekin o'sha kalom chiqqan inson Alloh chaqirar ekanda, qarang, hali 3 yosh bolaga shu baxt nasib qilib o'sha yerga bordi-da. Sen farzandlarimga o'zingdan berding u kalomni, Allohim. Sen o'zing chaqirgan bo'lsang, men qimillamasam ham sen o'zing chaqirib olasan. Men bu narsani bir marta o'tgan yil nimasi bo'lganman, guvohi bo'lganman degan Allohga shunaqa tashab qo'ydim. Dokumentlari ham o'z-o'zidan hal bo'ldi. Videolarni hech qayerga chiqarmadim. Ketib bo'lgandan keyin shunaqa ta'sir tusur videolarini chiqardim. Alloh xohlasa, hech qaysi banda qaytara olmaydi deb kaptarlar borda. Endi borsangiz, xudo xohlasa Alloh chaqirib ko'rasizda erta shunaqa chiroyli joylar ta'riflashga ilojisi telefonda, televizorda unchalik bilinmaydi. Shunaqa zo'r joylar, Ravzani Masjidi Nabaviyga kirsangiz, Ravzani hidi sizni shunaqa yuragingizda qolib ketadi. Sog'inasiz uni. Mana hozir o'tirib his qilib sog'inib turibman-da. Shu hozir bo'lsa, hozir ham ketaman-da. O'sha joylarda